Barchaga assalomu alaykum yaproqxon hurmatli kuzatuvchilar. Endilikda yaprak va yaprak filallarimizga shunaqangi bir-biridan chiroyli bo'lgan plant ko'rpalarimizdan sotuvga keldi. Bularni qaranglar, printlarni qanaqa chiroyli. Faqat shu rangdan deb o'ylamanglar. Bu yerda yana shunaqa rangi ham bor. Yana sotuvda turli xil ranglardan bor. Bemalol kelib xarid qilib qo'ysanglar bo'ladi. Hamma filalarimizga olib kelib qo'yganmiz. Kачестволari juda ham yaxshi. Chetlari bo'lsa kantli qilib ishlangan. Tikilishlari ham juda ham akkuratniy o'rtoqlar. Hozirgi havoga ham moslab ishlatsanglar bo'ladi. Xohlasanglar demaligi yumshoq qilib to'shak sifatida ishlatsanglar ham bo'ladi. O'zingizga qulay o'rtoqlar. Bularning razmerlari 2 ga 2.30 kattagina ishlangan bo'ladi. Narxlarini bir kishiligini 70 ming so'mdan sotuvdik, 2 kishiligini bo'lsa atiga 130 ming so'mdan qilib qo'ydik. Bemalol kelib yaproqxonimiz Samarqand Darvoza filalaridan yoki boshqa filalarimizdan ham topsanglar bo'ladi. Iblarimizdan o'rta qismlari shunaqangi qaviqli bo'ladi, yuvganlarda to'planib yomon bo'lib ketmaydi. O'zingizlar ko'rib turibsizlar, qaviqlarini mayda qaviqli qilib ishlangan. Xohlasanglar podizalniklarini ham moslab kiygizib qo'ysanglar to'g'ri kelaveradi. Hammalarni yaproqxon Samarqand Darvoza filallarida kutib qolamiz. Do'konimizning ish vaqtlari ertalab soat 9:00 dan kech soat 22:00 gacha amal qiladi. Hammalarni kutib qolamiz.